Man qara'aha muhya ismuhu min divanil ashqiya wa man qara'aha marratayn kutiba ismuhu fi divanis su'ada wa man qara'aha thalatha marratin istaghfarat lahu al malaika. Kim hadisi sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oyatul kursiyni bir bor o'qisa, baxtsiz insonlarning safidan uni ismi o'chiriladi. Bir marta o'qisa, sen baxtsiz insonlarning safiga loyiq odam emassan, bu yoqqa o't deb turib, jannatlarning safiga qo'shib qo'yiladi. 2 bor o'qisa, baxtli insonlarning safiga qo'shiladi. 3 bor o'qisa, farishtalar uni gunohini kechirishini Allohdan so'raydi. 4 bor o'qisa, payg'ambar alayhissalomlar ana shu oyatul kursiyni o'qigan odamni qiyomatda shafaat qiladi. Va man qara'aha 5 marratin kutiba ismuhu fi divanil abrar. Agar 5 bor o'qiydigan bo'lsa, eng yaxshi insonlarni, Alloh yaxshi ko'rgan odamlarni daftarlarida uni ismi yoziladi. Ya'ni baxtli insonlarning safida turadi. Agar 6 bor o'qsa, dengizdagi baliqlar uni gunohini kechirishini Allohdan so'rab turadi va shayton alayhi la'nani sharridan Alloh saqlaydi. 7 bor o'qsa, jahannam eshiklari u banda uchun bekiladi. Oyatul kursiyni 7 dona o'qib qo'yayotgan odamga jahannamning 7 eshigi bekiladi. Majida bizga rohatlantiradigan, maza qildiradigan narsa jahannam eshigi yopiq turish kerak biz uchun. Qachon o'qisak Alloh yopib qo'yar ekan. Endi 8 bor o'qsa deyaptilar, futihat lahu abwabil jinani thamaniya. Jannatning 8 eshigi u banda uchun ochiladi. 9 bor o'qsa, Xudoy taolo dunyo oxiratdagi g'amlariga Alloh o'zi kifoya qiladi. Odam dunyoda nimadir tashvishingiz bo'ladi-yu, insonda tashvish bo'ladi. Tashvishi bo'lmagan odam o'ladi. Muhtaram jamoat, dunyoda insonda tashvishsiz odam bo'lmaydi, shuni bilib qo'ying. Tashvish tugagan kuni Azroil alayhissalom kelib undan jon oladi. Meni tashvishim yo'q. Zo'rman deganda tishi og'riydi, tashvish. Boshi og'riydi, tashvish. Farzandi baxtli emas, tashvish. Ibodati o'rnida emas, tashvish. Oxiratda g'ami bor, tashvish. Qazo namozi bor, tashvish. Shunga o'xshagan insoniyatni o'ziga yarasha muammolar bo'ladi. Endi Allohning mana bu oyatul kursiyni 9 bor o'qib, Allohga shunday hayotni topshirib qo'ysa, Alloh uniga bir taskin, xotirjamlik, rohat, lazzat, mazani Alloh bandamiz sizdan bizga berib qo'yar ekan. Va man qara'aha 10 marratin nazarallohu ilayhi va lam yu'azzibuhu abadan dedilar. Agar 10 bor har kuni o'qiyotgan odamga Alloh rahmat nazari bilan qaraydi-da, qiyomatda unga azob qilmaydi. Nima degan narsa 10 ta o'qib qo'yish. Odatda o'zi 100 ta o'qiydiganlar bor ichimizda, 40 ta o'qiydiganlar bor. 1000 ta o'qiydigan bo'lsangiz, dunyoni Xudo sizga burib qo'yadi. Qaysi tomonga ko'zingiz qarasa, nimani Allohdan so'rayotgan bo'lsangiz, siz duosi ijobat odamlardan bo'lasiz. Endi 10 ta o'qib qo'yayotgan odam har kuni odatda 10 tadan o'qiyotgan bo'lsa, jannat ochiq, do'zax bekik, baxtlilarning safidan duosi ijobatlar, gunohlari to'kilgan, rahmat farishtalar gunohimizni kechirishlikni Allohdan so'rab turgan 70 ming farishta va Xudoy taolo bizga rahmat nazari bilan qarab abadiy azob bo'lmasligini va'dasini beryapti.